kutubxonachilar o'rtasida 3 ta shart. Joriy yilning 11-dekabr kuni Baxmal tumani Axborot kutubxona markazi o'quv zalida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan hamkorlikda yilning eng fidoyi kutubxonachisi ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Mazkur tanlovda tuman Axborot kutubxona markazi mutaxassislari hamda umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan kutubxonachilar faol ishtirok etdilar. Tanlovning asosiy maqsadi kutubxonachilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularning faoliyatini rag'batlantirish hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirishdan iborat bo'ldi. Tanlov ishtirokchilari o'z bilim va salohiyatlarini namoyon etish maqsadida 3 ta shart bo'yicha bellashdilar. Har bir shart ishtirokchilarning bilim darajasi, ijodkorligi va kasbiy mahoratini aniqlashga qaratildi. Tanlov yakunlariga ko'ra g'olib bo'lgan 1, 2, 3 o'rin egalari diplomlar, kitoblar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mazkur ko'rik tanlov kutubxonachilar o'rtasida tajriba almashish, malaka oshirish va kitobxonlikni targ'ib etishga xizmat qilib, kelgusida bu kabi tadbirlarni yanada kengroq miqyosda o'tkazishga zamin yaratadi.